Endi Chevrolet Cobalt avtomobilini avtosalonlarda xarid qilish mumkin. Chunki UzAuto Motors tomonidan 3-noyabr kuni onlayn sotuvga chiqarilgan 100 mingta Cobaltning qariyb 80 mingtasi uchun 7 kun ichida hech qanday to'lov amalga oshirilmagan. Sodda qilib aytganda, odamlar xarid uchun puli bo'lmasa ham shunchaki shartnoma yuklab olishgan. Bor yo'g'i 20 833 ta avtomobil uchun to'lov amalga oshirilgani sabab qolgan shartnomalar bekor qilingan. Vaziyatdan kelib chiqib UzAuto Motors endi Cobalt modelini rasmiy dilerlar, ya'ni avtosalonlar orqali sotishni boshlashga qaror qilgan. Mashinalar hozircha onlayn tizim orqali sotilmaydi. Xaridorlar istalgan rasmiy dilerlik avtosalonlariga borib, Cobalt uchun shartnoma tuzib xarid qilishlari mumkin. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, dilerlik tizimi orqali sotilayotgan barcha avtomobillar yagona axborot tizimida rasmiylashtiriladi va har bir shartnomaga QR kod beriladi. Qolaversa, avtosalonlardagi sotuvlar onlayn platforma orqali xarid qilingan avtomobillarni mijozlarga o'z vaqtida yetkazib berish jarayoniga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi, deb va'da ham berishmoqda. UzAuto Motors onlayn platforma orqali xarid qilingan va noyabr oyida topshirilishi kerak bo'lgan mashinalarning yarmidan ko'pi mijozlarga yetkazilgani. Dekabr va yanvar oylariga rejalashtirilgan yetkazishlar esa 15 dekabrga qadar to'liq yakunlanishi ma'lum qilgan.